Qani ko'ramiz. Jarangdor musiqa. Xudoyim, iltimos asra va saqla. Asra va saqla, Xudo. Dinamik musiqa. Xo'sh, qaraylik, nima bo'ldi? Что ж, посмотрим, что случилось. Dinamit himoya xuddi shunday natijani beradi. Yoki yo'qmi? Men quyi qismga tushib qolyapman. Точно такой же результат дает. Birinchi marta bo'lgani kabi. Нижнюю часть, как и в первый раз. Bu yerdagi masofa kamida 1 metr 20 santimetr bo'lsa kerak. Метр 20, наверное. Dinamik himoya ishlab turibdi. Металлическая защита отрабатывает. Uni bir yon tomondagi dushkasi sinadi. Одна боковая дужка. Dushka nima deyishim mumkin? Ko'ryapsizmi? Bitta blok bosiladi. Bir nechta bloklar uchib chiqadi. Несколько блоков улетает. 1-2-3, bu yerda 1-2-3. Раз, два, три, то есть, Yana 2 blok togrimi. да? Qarang, kumulyativ oqim tarqalmoqda. Струя рассеивается. Tushunarli, odatdagidan ko'ra uzoqroq masofada, biroq ko'rib turganingizdek tesish yo'q. Пробития нет. Kumulyativ holiga ishoning, bitirni tegib otadi va hech qayerda to'xtamaydi. Даже никуда не останавливается. Yana 10 metrlar, balki undan ham ko'proq davom etadi. Bu yerda ko'rib turganingizdek faqatgina issiqlik zarralari paydo bo'lgan. Немножечко выплавило и Birozgina eritilgan. Ammo bu yerda hech qanday teshilish yo'q. нет. Bu yaxshi. Bilasizmi, har doim yoqimli. Sovet tanki 64 zamonaviy nemis granatomeyotidan oq o'tkazmagandi. Современным гранатометом. Bu juda yoqimli yangilik. Посмотрим, что случилось. Bloklar bilan nima bo'lganini ko'ramiz. Ko'ryapsizmi? Ular qandaydir qiziq ishlayotgan ko'rinadi. Ular tekslanyapti. Пробития не было 100%. Мне эта информация очень нравится. С вами крупнокалиберный переполох, не переключайтесь. 100% probitiya yo'q edi. Будет. Bu ma'lumot juda yoqadi. Siz bilan katta kaliberli tutashuv boshqa kanallarga otmang. Keyingi qism yanada qiziqroq bo'ladi. Davomi bor.